Assalomu alaykum ahli Instagram. Mana bugun Qamchinondagi obyektni tugatyapmiz nasib bo'lsa. Bu yerga Sam City patologchilar ishlagan, bitta ko'rib baho bilasizlar patologga ham. Stobo bitta mangalchini proba qilyapmiz. Bu kishi shashlikcha. Shu mana shashlik mangal. Gapingiz. Rahmat. Betonkani stobo aktivniyakan, butun tortish jarayoni chiqdi. Patologchiga bitta adeni baho berasizlar. Sam City qilgan Shahboz aka. Bu yerga bitta 5 metrlik barni zona bo'lyapti. Hammasi patqilish o'zimizdan, Chornavoydan bo'lgan. Apshikasini ham qilyapmiz. Angola bilan granit kafeldan apshika bo'lgan. Gaz plita, рабочий zona, qozoncha, 1 metrlik mangal, 60 litlik qozon, 2 metrlik рабочий zona, 1,5 metrlik рабочий zona, moykacha. Bitta tutun tortish jarayonini ko'ramiz nasib bo'lsa. Qani? Kanalcha zo'r bomba. Stobo bu yerga maylar boshlayapti, Stobo. Tavsiya beringchi, qanday? Ma'qulmi? Kichikmi? Qarz aka? Gabashmi aka? این استوبا خونی مومایم کولکاگی بود مال tavsiya دادم من همینجا بیام Gabniz, hoca aka gabniz. Zo'ri ma'qulmi? دست دردن نبینه چوتکی Gabniz. O'zingiz nazar ko'rxoman so'yib qo'ying. Hamma ham tinch so'qdan nasib kunat. Mo'l xizmat bor.